Men bitta narsani tushunmayapman-da. Muzlagan go'sht, Hindiston go'sht, Pokiston go'sht degan gaplar qayerdan kelayotganini. Bizaga umuman unaqa narsani aloqasi yo'q. Hozir sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Oxirigacha faqat ko'ringlar, qo'llab-quvvatlab like tugmachasini bosib qo'yinglar. Biz go'sht kesamiz, shogirdlarim bilan, oshpazlar bilan kesamiz. Mana kesa olsang deyman, men gram 150 ming sanga desam, nima deydi? Hindiston go'sht deydi. Men senga hozir Hindiston go'sht ko'rsataman. Mana hech kim ko'rsatmaydigan joy. Bu bizning zagotovka xonamizga tushganmiz. Katta xolodilnigimiz bor. Bu yerda go'sht turadi faqat, go'shtlarimiz. Mana. Keling jigar. Mana bugun kelgan molimiz. Ikkita mana mamlaqa joyi, mana biqini, bu yerda shilingan joy, biqinni shilingan joyi, ikkita qo'li turibdi bu yerda. Yana bu yerda polni orqa tomonda sonlarimiz turibdi. Bu hammasi Yangiyo'lda, Pistalida so'yilgan joy, ya'ni o'sha mashhur Yangiyo'llik Muhammedovlarning qushxonasi so'yilgan mollar bo'ladi. Ko'ryapsizlar, hammasi sifat. Muzlagan go'shtdan ovqat qilib olmaydi. Men 100% javob beraman. Muzlagan go'shtdan nima qilsa bo'ladi desa, faqatgina arzon qiyma qilsa bo'ladi. Boshqa hech narsa qilib olmaydi. Biz xalqimizga har doim eng yaxshisini qabul ko'ramiz. Biz o'zimiz yeydigan narsani hech qachon qilmaymiz. Hamma narsa yuvilgan, toza, akkuratni va original narsalardan, mana misol uchun morozinkalarimizda turadi, muzlab, takillab turadi. Original narsalardan sizlar uchun shashliklar, salatlar, kuksilar, akroshkalar va jamiki Sardor kafesida qilinadigan ovqatlarning hammasi bo'ladi. Bu videoni kimdir qanaqa tushunadi, nima tushunadi, menga farqi yo'q, lekin men qo'yishga majbur bo'laman. Azizda estetli gap bor-ku, men sizlarga isbotlashdan charchadim hamma narsani deydi-yu. Mana isbotlashdan charchamayman. Upakovkali go'shtdan, Hindistonning go'shtidan, dabdala arzon go'shtlardan ovqat qilsa, shashlik qilsa bilinib qoladi yaxshi narsa. Arzon narsalar, ya'ni ichkilik bor joyda yevradi ichgan odam deydigan joylarda unaqa narsa ishlatiladi. Bizning kafemiz xalq xizmatidagi kafe, ya'ni xalq ishongan, necha yillardan beri Yangiyo'l dehqon bozoriga xizmat qilamiz, Yangiyo'lliklarga xizmat qilamiz. Bozor ko'mli, pattachilar, orqada hokimiyat, prokuratura, sudya hamma tomonga dastavka qilamiz. Hamma yeydi, hamma rozi. Xalqimizga har doim yaxshi narsani qilib ko'ramiz. Jigarlar, tak что shunaqa gaplar. Like bosib, podpishka qilib olinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Sardor kafesi hamisha sizlarga xizmatda. Qo'linglarni to'yg'izishga 24 soat xizmatdamiz, xudo xolasa. Yana ozgina qoldi.